Oyiga har bir farzandingizdan 500 ming pulni tejamoqchimisiz? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. To'xtang. Farzandingizni maktabga yuborishdan avval bu videoni ko'rmasangiz har oy kamida bitta farzandingizdan 500 ming so'm pulni havoga sovurasiz. Bugun biz sumka, daftar va ruchka haqida gaplashmaymiz. Ularni allaqachon olib bo'lgansiz. Bugun ota-onalar farzandini eng zo'ri bo'lsin deb, lekin aslida bolaning miyasini dangasa qiladigan va ota-onaning hamyonini quritadigan 3 ta eng katta keraksiz xarajat haqida gaplashamiz. Ketdik. Aytgandek, bu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring, chunki videomizning so'ngida har oy repetitorga sarflaydigan kamida 500 ming so'mni cho'ntagingizga olib qoladigan va bolangizni sinfda birinchi o'ringa olib chiqadigan mo'jizaviy sirni ochiqlayman. Siz bolam xavfsiz yursin deb olib bergan qimmatbaho smart soatlar uning miyasini darsdan uzib qo'yayotganini bilarmidingiz? Oksford universitetining tadqiqotlariga ko'ra, dars paytida stol ustida smart soat yoki o'yinchoq ruchka turgan bolaning miyasida dopamin gormoni sun'iy ravishda ortadi. Natijada bola o'qituvchining gapini shunchaki shovqin sifatida qabul qiladi va o'z-o'zidan uning xotira ko'rsatkichi 45% ga tushib ketadi. Sizdan iltimos qilgan bo'lardim, maktabga faqat va faqat funksional, e'tiborni bo'lmaydigan sodda kanselyariya va oddiy tugmali telefonlar olib bering. Ana shundagina farzandingizga kamroq zarar yetkazgan bo'lasiz. Onajonlar, mana yarim yo'lga ham yetib keldik. Esingizda bo'lsa, videoning avvalida sizga 500 ming so'mni tejash siri haqida gapirib aytaman degan edim. Siz ozgina sabr qiling. Men 3-muammoni aytganimdan so'ng bu haqida albatta ochiqlayman. Ikkinchi tuzoq. Bozordagi buni yechsa bolangiz daho bo'ladi degan reklamalarga uchib 5-6 talab turli xil rang-barang ish daftarlarini sotib olish, ya'ni qo'shimcha mashg'ulot daftarlarini sotib olish. Bozordan olgan o'sha 1,5 millionlik yoki 150 ming so'mlik qo'shimcha daftarlaringiz oxirida yarmi bo'sh holda chiqindi qutiga ketishini sezganmisiz o'zingiz? Neyropsixologlarning ta'kidlashicha, 7 va 10 yoshli bolalarning miyasi bir vaqtning o'zida hech qachon ikkitadan ma'lumotni parallel ravishda qayta ishlay olmaydi. Bu ularga haddan tashqari og'irlik qiladi. Ko'p va rang-barang daftarlar bolada miya charchog'i sindromini paydo qiladi. Siz ishonib bering, aziz onajon. Maktabda farzandingizga ustozlari tomonidan davlat o'zi belgilab bergan darsliklar va ularning qo'shimcha ish daftarlarining o'zi kifoya qiladi. Hech qachon bunday aldovlarga uchmang. Uchinchi tuzoq. Brend va qimmatbaho kiyimlar olish. Siz mening farzandim kimdan kam deb bolaga qimmat va noqulay kiyimlar olib berasiz va unga aytasizki, dog' tushirmagina, men falon pulda olganman bu kiyimni deb qayta uni nima qilasiz? Ogohlantirasiz. Xo'sh, aziz onajon, qani aytingchi, siz uchun bolangizning erkin fikrlashi muhimmi yoki uning salomatligi yoki kiyimning qimmatligi? Qaysi biri muhim? Yaponiya va Garvard olimlari isbotlagan shunday tadqiqot bor. Tanaffusda erkin yugurmagan va o'zini doimo diskomfortda his qiladigan bolalarning miya yarim sharlarida qon aylanishi 30% ga sekinlashadi. 3-darsga kelib esa bolaning miyasida kislorod yetishmovchiligi boshlanadi va u darsni mutlaqo tushunmay qoladi. Kiyimga tikilgan 1 million so'mingiz aslida bolangizning a'lochi bo'lishiga juda katta qo'l bo'lib xizmat qilishini yodingizda tuting. Azizlar, mana va'da berganimdek har oy har bir farzandingizdan 500 ming so'mni tejab qolish va a'lochi qilish sirini ochish vaqti keldi. Siz repetitorga pul berishingiz endi aslo shart emas, chunki repetitor beradigan bilimni sentyabrdan boshlab men o'zim farzandingizga bepulga beraman. Sentyabr oyidan boshlab kanalimizda har kun ertalab soat 6 da 1, 2, 3 va 4 sinf matematika darsliklarining barcha misol va masalalari yechimlari bilan video formatida taqdim etiladi. Bola maktabga ketishdan avval yoki darslardan kelgandan so'ng videolarimizni tomosha qiladi va darsni 100% ga o'zlashtiradi. Siz esa aziz onajon, har oy repetitor uchun beradigan 500 ming so'm pulingizni har bir farzandingizdan tejab qolgan bo'lasiz. Ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini albatta bosib qo'ying. Mehr bilan o'rgatamiz, ishonch bilan ulg'ayamiz, sohiba ustoz bilan.